Yaxshi qiz. Agar sir bo'lmasa bugun nechlikka oldingiz? Qanaqa ikki boringiz, neto adresga tushib qoldingiz. Qanaqa adres? Avtobus kutolmas stanovkada. Sizni ma'lum bir ostanovkangiz bormi o'zi bu ko'chada? Erkaklarni uylanmaguncha ma'lum ostanovkasi bo'lmaydi. Qizlarning yerga tegmaguncha normalniy panyatkasi bo'lmaydi. Nima? Men hali yosh qizman, menga yer kerak emas. Sizdek qizlarni aslida muzeyga berish kerak o'zi, yerga emas. Sigaretangizni sal nariroqda chaking, parvozga o'xshamasdan. Ey, qishda chaksam yomonam tutuydi, ey, to'xtamasdan. Qishda? Qip-qizil jinni ekansiz, uchiga chiqqan. Nima? Qizil udostreniyali babnikman, jinnini yo'q qo'ygan. Yoqtirib sevsang shu-da endi ahvol, ha? Babnik ham sevadimi? Qo'ying. Babnik ham bittasini sevguncha babnik bo'ladi. Aldamang. Maldayotganimda yolg'on gapirmayman. Ko'p gapirmang. Tug'ilganimda hayajonlanib 1 yil gapirolmaganman. Gap qisqasi, telefon nomeringizni 4 ta raqamini bilaman. Bo'lishi mumkin emas, kechagina yangi nomer olganman. Ну давай спорим. Bilsam bitta savolimga to'g'ri javob berasiz. Xo'p, bo'ladi. Agarda bilmasangiz, ketimdan boshqa yurmaysiz. Okey, kelishdi. Xullas 99 893 qoyilmisiz? Kuchamda siz kodini aytibsiz. Ey, qizi yutqizdingiz. Yana bitta savol. Qaysi taraf chap, qaysi taraf o'ng? Bu yo o'ng, bu yo chap. Bu yo chap, bu yo o'ng. Hazırlaştık. Yurek o'g'risi o'rgat bo'lding o'zingga.